Leksiyelerimizle başlayımız endiki mavzumunda hürmetli vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Jungo. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat manfaatiga eng zo'r xaras qilguvchi davlatdir dedi. Mavzuli xabar 11-oyning 1-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo haftaning 3-kuni bunday ko'rsatdi. Kelgisi ko'p uzun vaqtlargacha Jungo Amerika duch keladigan Amerikaning eng zo'r davlat manfaatiga xiris qilguvchi davlat bo'lib qoladi. Davlat ishlar kotibi riyosatchisi davlat ishlar kotibi riyosatchi Yinglahan apandini ziyorat qilgan vaqtda bunday ko'rsatdi. Aqli mulk huquqini o'g'irlaganga qanday taqobil turdi deb savol qo'yilganda davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bunday ko'rsatdi. Prezident Trumpning rahbarligida Amerika dal hozir Jungoga javoban umumiy yuzlik zarba beryapti. Bu orqali Jungoni xalqaro qonunlarga bo'ysundirish, savdo tijorat sohasida Jungoni har ikkita normal davlatga aylantirmoqchi bo'lyapti. Davlat ishlar kotibi bunday ko'rsatdi. Jungoga zarba berish savdo sohasida boshlandi. Prezident Trump avval Amerika Jungo ikki davlatning adil o'zaro manfaat yetkazadigan savdolar qilishini talab qildi. Hamda Jungoning Amerikaning aqli mulk huquqini o'g'irlashni to'xtatishini talab qildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yana bunday ko'rsatdi. Biz yana Amerika navbati Jungoning Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinlik huquqini tartib olganligi to'g'risida to'xtamay so'zlab keldik deb ko'rsatdi davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Hamda zo'r darajada mablag' sarflab Afrika va O'rta Osiyo, Latin Amerika davlatlarining kelgusini qarz berish xiltiqiga tushirmaslik to'g'risida Jungoga so'zlab keldik deb ko'rsatdi davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. O'xshash bir kunda davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Brian Germatning ziyoratini qabul qildi. Ziyorat jarayonida davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bunday ko'rsatdi. Men bunday o'ylayman. Navbatda Prezident Trump Amerikaning davlat bexatarligi jihati intayin muvofiq ish qilayotgan prezidentdir. Bunday ko'rsatdi. Prezident Trump birinchi bo'lib biz o'zaro manfaat yetkazadigan savdo munosabatlarini turg'izaylik dedi. Ve shunday degan prezidentdir. Biz armiyamizni davomli qurib chiqamiz. Bizga qilingan barliq xiristlarga taqobil turishni davomli kapolatga ega qilamiz. Biz ham Jungoning bizning aqli mulk huquqimizni davomli o'g'irlashiga yo'l qo'ymaymiz. Navbatda Amerika bilan Jungoning savdo urushi qatmal bir holatga tushib qoldi. Prezident Trump Rais Xi Jinping bilan 20 davlat yig'inida uchrashdi. Savdo urushini pasaytirishni muhokama qilishi mumkin. Endi yana bir xabar men boshda aytdim sizga Imom madrasa to'g'risida diqqat qiling vatandosh bunga. Siyosat xarakterlik nutq, siyosat xarakterlik yozma. Amerikaning sobiq amaldori Jungoning jonijon manfaat talablari Amerika Jungoning uzun muddatlik manfaatlarining birga mavjud bo'lolmaydiganligini belgiladi. Mavzuli xabar 11-oyning 1-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Amerika bilan Jungo ikki davlatning uzun muddatlik manfaati birlikda tura olamdi degan masala qizg'in muhokama temasiga aylandi. Ya'ni Amerika Jungo manfaat munosabatlari davomlasha olamdi degan mazmunda muhokama olib berildi. Amerikaning bir nafar sobiq amaldori bunday hisobladi. Amerika Jungo munosabati haqiqatan burilish nuqtasiga yetib keldi.
Cungo'nun özünün canıcan menfaatliği tabiri berişi ve bu menfaatini qoğuluşuş usulü Amerika Cungo işki devletinin uzun müddetlik menfaat münasebetlerinin birlikte mevcut turalmaydıqallıqını, birlikte mevcut bulup turalmaydıqallıqını belgelidir. Xitay hükümeti, Cungo hükümeti canıcan menfaat degen bu hukumga tabir bədiydi. Moşu tabir, moşu belgeleştiğin körüp aldık ki Amerika Cungo menfaat münasebetlerinin uzun müddetkice birlikte turalmaydıqallıqını belgelidir. Bu sözge dikkat kılan turan efendim. İvan Medres, Cungo'nun özünün canıcan menfaat hükümeti doğrusuzluğa tabiri Amerika Cungo menfaatinin öz ara sığışalmaydıqallıqını belgelidir dep görset. Yani İvan Medres, Cungo'nun özünün canıcan menfaat hükümeti doğrusuzluğa tabiri Amerika Cungo menfaatinin öz ara menfaat münasebetlerinin öz ara sığışalmaydıqallıqını belgelidir dep görset. Sabık Prezident Obama devrinde Aksaray'da Asya işleri boyunca yok kur dercilik ameldar bolğan İvan Medres sözünü yanımında davamlaştırdı. Devamını anlayış sürmetli vatandaş.